Assalomu alaykum birodarlar. Juda ko'p skidkalar, aksiyalar boshlandi. Mana shu ko'rib turganlar hammasi selim ishtamir 3D. Yana yetmaganiga Cupra ham chiqdi. Cuprani ham narxi 65 ming. Qatta bor. Endi gruppaga qo'yamiz. Har gruppaga ham o'tkazamiz. Telegramga o'tinglar. Linki kommentariyada bo'ladi, opisaniyada bo'ladi. 65 mingdan 48 dan 52 gacha tushaveradi. Ular selim 3D ko'rib turibsizlar. 50 mingdan tushib ketdi. Vashshe rasparada tushib ketdi. Narx-navolar qaranglar, dahshat. Tepa past bir xil. Tepasi qanaqa gul bo'lsa, pasti ham shunaqa gul. Vashshe chotkema. Aloqaga sirasi chiqib o'rasizlar, Telegramdan o'tinglar. Mana shu 3D'larda sizlar uchun qilib bunaqa narxda. Mana bular selim onajon. Bular ham 50 ming. Bular ham gruppada hammasi 49 ming qilib beriladi bular. Bularda aloqaga chiqib o'rasizlar, dang'ilab tashlaymiz hammasidan. Ularda ham buraylar. Hammasi 48 dan 52 gacha standart bir xil. Kirishi kam. Selim. Buni endi Cupra o'zlaring bilasizlar buni. Bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi degan matodan shu. Ashshi zo'r. Eng trendda, doim trendda bo'ladi bu. Tigr ko'ylak, bambuk tigrga o'xshaydi, doim trenddan tushmaydi. Cupra 80 mingdan gruppamizda, buni 65 mingdan gruppaga qo'yamiz. Xudo xohlasa, sal qo'yilgan, endi qo'yiladi. O'taverasizlar, dastavkalar O'zbekiston bo'ylab, Qirg'iziston, Tojikiston, boshqa davlatlarga ham qilib beramiz. So'raga Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani. Farg'ona viloyati Qo'qon shahriga ham chiqiladi. Farg'ona viloyati Bog'ot tumaniga, Qo'qon shahar. Haftani bugun chorshanba. Yo'q, yakshanba ekan. Chorshanba, yakshanba bo'ladi bu bozor. Kelaverasizlar. Soat hozirda 4da ochilyapti. 4da ochiladi. Soat 9:10 gacha tugaydi. Kelaverasizlar. Salomat bo'lasizlar birodarlar.